Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Ushbu qo'ylarimiz Metisha rayonida, MKTga uncha uzoq bo'lmagan joyda joylashgan. Bu Hisari qo'ylar, Qozog'istonning Hisari qo'ylari yemda boqilgan ekan. 60% berar ekan go'sht o'zining besidan. Qurban hayitga bemalol olishingiz mumkin. Mana hadadan boshlangan. Bu yerda odamlar ushlab yotibdi qo'ylarda. Bemalol kelishingiz mumkin. Ham yo'lda kelayotganlar ham bor ekan. Ekranda ko'rsatilgan nomerlar WhatsApp nomerlari aloqa chiqasizlar. WhatsApp nomer aloqa chiqasizlar. Sizga lokatsiya yashab beradi. Kilosi 450 kg. Ko'p otxot chop ketmaydi. Uncha junlari ham uzun emas ekan. Sari qo'ylar. Kanalimizga birinchi o'ta bo'lsangiz agar podpiska tugmasini bosishdan chiqmasin, dislike va adashtirma holatda. Sog' bo'lasizlar.